Assalomu alaykum Kral Brand abunachilari. Bugun sizlarga yoz mavsumiga to'g'ri keladigan, bahor mavsumiga to'g'ri keladigan setishni variantdagi, ibekli variantdagi makasinlarimizni tanishtirib chiqamiz. Xitoy mahsulotlari bo'ladi, originallari bo'ladi. Do'stlar, git turganim zo'r varianti, shuning dvoykalar bilan qo'shilib bo'lib yaxshi yarashibdi do'stlar. Hozir men sizlarga bir qator sinchiklab, ipindan ignatsiyadan tanishtirib chiqaman do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganingiz Mekamillo brendi bahosini ham aytib o'tamiz videoning oxirida, xudo xolasa. Zamsh variantda bo'ladi, lofer stilda tikilgan, ustilari bekli. Razmerlarni e'tibor bersangizlar 40 razmerdan boshlab 45 ga don hammasini razmeri. 45 razmerdan chiqadi do'stlar. Ko'rib turganingiz siniy sveti, xo'shroq bo'lib yaxshi yarashib turadi. Chiroyli bo'lib turadi. Podoshlar ham geloviy podoshda sifatli qilib ishlangan. Qora svet ham bor, chetlari tikilgan. E'tibor bersangizlar, xo'shroq bo'lib yaxshi yarashib turadi bular ham do'stlar. Keyin setishning varianti, ya'ni xorazmchada aytganda do'shik varianti yoz ham to'g'ri keladi, hozir ham to'g'ri keladi. Podoshni e'tibor bersangizlar, ko'rdingizlarmi? Podoshni ini. Yumshoq. Qora sveti bor, siniy sveti bor. Ko'rib turganingizdek, bularning hammasining razmeri bor. Keyin Nabuk varianti panjaliroq odamlarga to'g'ri keladi. Panjasi elliroq, podyom ham kengroq. Makasin variantda tikilgan Nabuk qorasi. Keyin Zamshni, setishni variantini panjali xilisini Zamsh varianti siniy svetda. Keyin Nabuk berjeviy svet, temniroq svet, xo'shroq bo'lib yaxshi yarashib turadi. Podoshlar oq, chiroyli bo'lib yaxshi yarashib turadi do'stlar. Keyin yashil svet, neobычный svet, ishqilib kommentariyada yozib qoldirasizlar, o'zlaringiz nechik svet lekin. Keyin bolotniy, korishniy sveti do'stlar. Ko'rib turganingizdek, chiroyli bo'lib, xo'shroq bo'lib yaxshi yarashib turadi. Endi baholarga keladigan bo'lsak, shu ko'rib turganingizda hammasining bahosi 240 ming so'mdan sizlar uchun arzon etib qo'ydik do'stlar. Bularning o'zi asli bahosi qimmat yuradi hamma yerda, lekin Kral brendda sizlar 240 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi shular. Keyin do'stlar, shunga tushadigan emas. Masalan, zamsh oldingizlar. Necha tozalayman desangizlar, tozalaydi uni bor. Ham zamsh spreysi bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan shunday mahsulotimiz bor. Zamsh sprey narxi 50 ming so'mdan kelib bizdan bemalol xarid qilaverasizlar. 200 mi? 100 milligram. Hozir o'qiymiz. 1 minut. Ha, 150 milligram ekan do'stlar. Kelasizlar bizdan shunday sifatli, yaxshi oyoq kiyimlarni xarid qilasizlar. Keyin xohlasangizlar ko'jaga tushadigan, xohlasangizlar zamshga tushadigan kremlarimiz ham, ko'yish oyoq kiyim tozalaydiganlarimiz ham bor. Kral brend sizlar uchun moq izlanishda, sizlar do'konimizda kutib kanalimiz. Xudo xolasa kanallarimizga a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. YouTube kanalimiz ham, Instagram profilimiz ham a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin.